Kech bo'lishiga qaramasdan Tracker avtomobilini qabul qilib olganmiz. Mashinada bo'lgan muammosi, mashina tortmaydi. Ichkarida mashinist dvigatel ограничения chiqib qoladi. Mashinist dvigatel ограничения chiqadi, shu bilan birgalikda chek chiroqlari ham yonib qolgan. Bu ошибка chiqqandan keyin mashinada hech qanday tortish bermaydi, mashinani bo'g'adi, motorlari neto ishlaydi. Turbo kompressor bor Onyx Tracker avtomobillarda har xil probeglarda mana shu muammo bilan chiqib qoladi. Bu mashinamiz ham 59 ming yurgan, mashinist dvigatel ограничения chiqqan, kompyuterga solib diagnostika qilgan vaqtimizda 0011 suruvchi kollektordagi mana bu vansli datchiklardan muammo qilib chiqarib beribdi. Mana shu vansli datchiklar hisobiga mashina tortishlari bo'lmaydi. Hozir mashinani vansli datchiklarini almashtiramiz va mashinani ошибкаларni o'chirib, ideal holatda diagnostika qilamiz. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bunga vansli datchiklarini qo'ydik, mana yangi qo'yildi. Va mashinani haydab tekshirib ham keldik. Motorda ishlashlari вообще zo'r. Ichkarida tablolarda hech qanday mashinist dvigatel ограничения chiqqani yo'q. Mashinamiz chek chiroqlari ham o'chgan. Оборотлariga boshqa gap yo'q. Mashina ancha o'zgardi. Tracker Onyx avtomobillarida mashinist dvigatel ограничения chiqqanda faqat bu muammo bilan kelmaydi. Mashinist dvigatel ограничения har xil masalalar bo'yicha chiqadi. Shu masalalarni через kompyuter orqali точно diagnoz qo'yib va o'sha kasallikni bartaraf qilib beramiz. Xizmatlar bo'yicha Jizzax avtomatsiyaga pastki raqamlarga aloqaga chiqib borasizlar.